Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Aksiya Store'ning 29-iyul bergan xabar qaraganda, Amerika Dövlət Məclisi a'zolari Xitay Kompartiyasining Uyghurlar qaratilgan kishilik huquq tafsirchilik yurgizishdagi mas'uliyatini surushtirish uchun Amerika Dövlət Məclisida Amerika Dövlət Məclisi Uyghurni qo'llash guruhi tashkillagan. Uyg'ur erkak tashkilotining bu vaqtda bergan bayonotiga qaraganda, Amerika Dövlət Məclisidagi mazkur Amerika Dövlət Məclisi Uyghurlarni qo'llash guruhi Uyg'ur erkak tashkilotining tashabbus qilishi bilan majlis a'zolaridan Tom Sozi va Christopher Sims tarafidan qurilgan ekan. Tom Sozi o'zining ijtimoiy taratquv betida o'zining Xitoy Kompartiyasi sodir qilgan 21-asrdagi eng chong kishilik huquq tafsirchiligini hal qilish uchun partiya hal qilgan Amerika Dövlət Məclisi Uyg'urni qo'llash guruhi qurishga yordam qilganligini bildirgan. Kanadaning Justin rahbarligidagi liberal hukumatı Uyg'ur musafirlarining Kanadaning mavjud yangi musafirlarni o'runlashturish programmasiga tushishi mumkinligi. Biroq Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini erkiy qirg'inchilik deb bekitishda Kanadaning xalqaro jamiyat bilan teng harakat qiladiganligini bildirgan. Bu Kanada hukumatining Uyg'urlar masalasiga bo'lgan har jihatlardagi siyosatini tunji qatam bundaq atrofliq sharhlayshi bo'lib hisoblandi. Ma'lum bo'lishicha, Trudeau hukumati o'zlarining bu masalalardagi pozitsiyasini Kanada Avam palatasining tashqi ishlar xalqaro taraqqiyot komiteti bilan Xalqaro kishilik huquq to'ban komitetining bu yil aprel oyida hukumatga sungan Uyg'urlar haqidagi 15 turlik tavsiyasiga bergan javobida ta'kidlagan. Hukumat bu tavsiyalarning ko'p qismi qo'shildiganligini aytgan. Ammo texnik eksporti, majburiy emgak mahsulotlarini cheklash, musafirlarni o'runlashtirish, erkiy qirg'inchilikni e'tirof qilish qatorliq konkret ijroatlarda o'z fikrida qoldiganligini ifodalagan. Kanada hukumati alohida siyosat chiqarib Uyg'ur musafirlarini o'runlashtirish haqidagi tavsiyaga umuman qo'shildiganligini aytgan bo'lsa-mu, biroq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yoki vakolatchi o'rinlar musafir deb bekitgan Uyg'urlarning hozirgi mavjud Kanada musafirlar programmalariga tushadiganligini ilgari surgan. Hukumatning qarashicha, Kanadaning kishilik huquq faoliyatchilariga panohlik berishga oid musafirlar eqimi programmasi Uyg'ur musafirlarga tushadi ekan. Biroq Kanada hukumatining inkosi Kanadadagi kishilik huquq tashkilotlarining qoyil qilmagan. Kanada Uyg'ur huquqlarini himoya qilish jamiyatining direktorining qarashicha, hukumat Uyg'urlar uchun ayrim siyosat chiqarish to'g'risidagi tavsiyasiga javob bermagan. Lekin Kanadadagi ba'zi mutaxassislarning qarashicha, hukumatning javobini umuman aytganda ijobiy deyishga bo'ladi ekan. Hukumat 15 turlik talab va tavsiyaning ko'p qismiga qo'shildiganligini, bir qismini xotirlab qo'yganligini aytgan. Trudeau hukumati Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini erkiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish haqidagi talab va tavsiyaga aniq javob bermagan. Biroq u Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga erkiy qirg'inchilik va insonlikqa qarshi jinoyat sodir qilayotganligini bekitishda davomli xalqaro jamiyat bilan teng harakat qildiganligini aytgan. Kanada parlamenti tashqi ishlar xalqaro taraqqiyot komiteti va xalqaro kishilik huquq komitetining 15 turlik talab va tavsiyasi Uyg'ur tutqunlarini qo'yib berish, Sherqiy Türkistonni tekshirish berish, texnik eksporti va Uyg'ur majbur emgak mahsulotlarini kontrol qilish, Kanadadagi Uyg'urlarni qo'g'dash, Uyg'ur musafirlarga panohlik berish, Xitoy turmisidagi Kanada fuqarosi Husanjon Jalilning qo'yib berilishiga kafolatlik qilish, Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini e'tirof qilish, Magnitskiy qonunini ishga solish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan. Reuters agentligi 29-iyulni xabar qilishicha, Amerika Dövlət Məclisinin partiya halqagan a'zolari Hiltonni Dunyo mehmonsaroyi guruhi bosh lideri xat yozib, mazkur guruhning o'z markasi nomida Sherqiy Türkistonda bir masjid o'rniga pot yaqinda selindigan mehmonsaroy turi bilan bog'lanishga yo'l qo'ymaslikni talab qilgan. Chunki Hiltonni Dunyo mehmonsaroyi guruhi tomonidan Sherqiy Türkistonning Xotanda selindigan mehmonsaroyining o'rni aslida bir masjid ekanligi 2018-yil Xitoy hukumati tomonidan chiqib vayron qilinganligini bildirgan. Hatto bu xarobilikning Xitoy hukumatining Sherqiy Turkistondagi Uyg'urlarning diniy va madaniyat o'rinlarini keng ko'lamda yo'qotish harakati ekanligi hamda Xitoy hukumati tomonidan Uyg'urlarning diniy va madaniyat urf-odatlarining simvollarini yo'qotish uchun vosita tanlamay tirishchilik ko'rsatayotganligi. Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarning diniy va madaniyat o'rinlarini vayron qilishi Amerika hukumatining Sherqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa millatlarga bo'lgan erkiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini. Hiltonni Dunyo mehmonsaroyi guruhi o'zining nomining Sherqiy Turkistonda yashaydigan necha 10 millionlagan Uyg'urlarning madaniyatini yo'qotish va bostirishni davomlashtirish va ilgari surishda ishlatilishiga yo'l qo'ymaslik kerakligi qatorliqlarni isbot yuzasidan bayon qilgan. Shundaqla Amerikadagi eng chong musulmonlarni tashabbus qilish tashkiloti Amerika Islom munosabatlari komiteti bu hafta Hiltonni Dunyo mehmonsaroyi guruhi paychiklarini Angliya kündilik telegraf gazetining iyun oyida oshkorlagan mehmonxona planining tafsilotlarini qaytadan ko'rib chiqishga chaqirgan. Amerika parlamenti va ijroiye organning Xitoy komitetining tadqiqotida ko'rsatilishicha, yaqin yillardan buyon Xitoy Kompartiyasi Sherqiy Turkistonda taxminan 16 mingdan ortiq masjid, diniy o'rinlar va bu rayondagi mozor, qabristonlik qatorliq joylarning yarmidan ko'pragini chiqib o'tgan yoki vayron qilgan.
Amerika Avon palatası 28 iyul çarşamba günü 2022 yıllık Dövlət İşlər Məhkəməsi Taşqi hərəkət və əlaqədar türlərə məbləğ ajratish qanununu ma'qullagan bo'lib, Amerika hökumətinin Tayvanni Xitoy Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining bir qismi deb tasvirlagan har qanday xaritini ishlab chiqarish, setib olish yoki ko'rsatish uchun məbləğ selish cheklangan. Bu məbləğ ajratish qonun loyihasi Demokratlar partiyasining kontrolligidagi Avon palatasida 217 bilet bilan qo'llashga, 212 bilet qarshi turish bilan ma'qullangan. Avon palatası tor bekitida e'lon qilingan bayonotga qaraganda, bu qonun Amerikaning diplomatik, xalqaro taraqqiyoti va tashqi siyosat apparatlari va programmalarini mablag' bilan ta'minlaydiganligini, Amerika Dövlət İşlər Məhkəməsi, Amerika Xalqaro taraqqiyot agentligi va Amerikaning Birleşken Devletler Teşkilatı'daki ömik qatorliqlarni o'z ichiga olganligini bildirgan. Bu qonun loyihasiga jami 62 milliard 240 million dollar mablag' ajratilgan bo'lib, 2021 yildagidan 6 milliard 377 million dollar oshgan. Mazkur qonunga tuzitish kirgizishning boshlanishiga rahbarlik qilgan vakil Tom Teffani bilet tashlash kunidagi yig'inda qilgan so'zida, buning o'rtaq aql o'lchami bo'lib, hammamizga ayon bo'lganidek Tayvan azaldan Xitoyning bir qismi emasligini, Tayvan xalqi o'z rahbarlarini saylab o'z qo'shini tashkillaydiganligini, o'zlarining tashqi siyosatini ijro qiladiganligini va o'zlarining xalqaro savdo kelishimini qo'g'daydiganligini bildirib, har qanday o'lcham bo'yicha Tayvan bireygilik huquqliq, demokratik va mustaqil davlat ekanligini ta'kidlab, Amerikaning oldingi asrning 70-yillardan boshlab qo'llagan samimiyatsiz siyosat deb atalgan bir Xitoy siyosatidan voz kechish kerakligini, samimiy rostchil xarita talab qiladiganligini, Xitoy degan Xitoy, Tayvan degan Tayvan degan. Bu qonun loyihasi Kengash palatasiga avatilib ma'qullangandan keyin ikki palata tarafidan birdek tasdiqlangan nusxasi prezident Jo Baydenning imzosi bilan qonuniy kuchga ega bo'ladi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.